Hasanjon, Ha, yaxshimisiz? ha. Siz menga nima aytib berasiz? Xizmat qilmas. Nimasini? Ertagini. Ayting, boshlang, eshitamiz. Bir borkan bir yo'qkan. O'tgan zamonda qimmat bilan zulmat bo'lgan ekan. Qimmat yomon ekan, zulmat dono ekan, odobli ekan. Qimmat aytibdi. Menga yig'labdi. Ovqatga beryapti deb yig'labdi. Choyga bermabdi deb yig'labdi. Yo'qoting debdi. O'rmonga tashlab keling deb. Nimaga? Debdi. Bu aqlli, dono, odobli debdi. Keyin aytibdi. O'rmonga tashlab ketdi. Keyin nega bakib o'tirsan? Men dadam o'rmonga tashlab ketdilar debdi. Keyin mo'machi yur debdi, uyimga debdi. Mehmon bo'lsan debdi. Choyni qilibdi. Ertalab tursa gullaga suv quyibdi. Anolar supuribdi. Gulla chiroyli bo'libdi. Hammaga supurilgan, yuvilgan. Keyin ovqat yeyibdi, turibdi, ovqat yeyibdi, turibdi, ovqat yeyibdi. Choy suzibdi, keyin choy ichibdi, sovg'a beribdi. Ko'ylakcha cho'zibdi. Ko'ylakka sandiq, ot aravacha debdi. Ketibdi, uyiga ketibdi. Keyin Keyin nima bo'pti? Keyin och nima bo'lgan? Ochibdi, tillalar keyin tillalar, ziglar bo'lgan, botinkalar, Qimmatbaho narsalar bor ekan. kiyimlar, stollar, biriklar bo'lgan. Meni uyga borgim kelyapti. Qimmat yig'labdi-da. Qimmat Men ham borgim kelyapti deb yig'labdimi? qimmat degan aql tashlab ketdi. Kim tashlab ketdi? Dadasi. Dadasi ketdi. Dadasi yuqoriga ketib qolgan. Oldida mo'mich uyga olib boring debdi. Keyin ovqat yeb turibdi. Ovqat yebdi. Keyin Hech ish qilmabdimi? sandiq yo'qmi debdi. Gullaga suv quyilmabdi. Supurilmabdi. Hayvonlarni supurmabdi. Ko'chalarni supurmabdi. Sandiq yo'qmi debdi. Sandiq yerto'lagacha bittasi oq, bittasi qizil. Qizil eshikka kirsa sandiq bor debdi. Sandiqni ochib chiqibdi. Ko'ylak cho'zing debdi. O'zing biznesan-ku debdi. Ko'ylak cho'zibdi sandiqga. Unga keyin ot aravacha bermabdi. Dab ketibdi. Keyin darzalarni qulflabdi. Eshiklarni qulflabdi. Keyin derazani qulflagandan keyin ochibdi. Cho'qalab ko'ribdiki, aydoqxon mo'masi bilan qimmatni yeyib ketibdi. Keyin mana masatiga yetdi. Malades. Hasanboy. Mana Hasanboyni ham ertagi tugadi. Malades. Dedi endi bo'g'irsoqda.